Hi everyone, welcome to High Language Training Center, New Concept English Video Classroom, and I'm Ablajan. And today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 13 and Lesson 14. Okay, guys, and today we're going to learn Lesson 13. Okay, sağolasiz, yaxshimisizlar? Biz g'oyatli tarbiyalash markazimizniki yeni o'quv ingliz tilini darsxonasiga kelganlarni qarshi olamiz. Endi bugungi darsimizda 13 va 14 dars o'rganmoqchi. Undaqda shu 13 dars kelaylik. Avval shu 13 darsimizdagi intayin ko'p uchraydigan yangi so'zlardan biri tanishib o'taylik. Okay. Ondan keyin shu sizlar oldingi darslarimizdagi intayin muhim nuqtalarni takrorlab turamiz. Bo'lsa, shu yangi dars boshlashdan burun sizlar ashniki muhim nuqtalarni bir takror qilib o'tsanglar. Shuna bo'lganda ham yangi darsimizni o'rganishinglarga qanday qilsanglar intayin oson to'xtaydi-ku. Bo'lsa, masalan 10 dars o'rganayotgan bo'lsanglar, birinchi darsdan boshlab so'zliklarni bir ikki qatimdan, undan keyin tekstni bir qatim o'lik holda bir o'qib o'tsanglar, agar endi yodlab mangan bo'lsa, yodlab o'tsanglar teg'im yaxshi. Bunda bo'lganda sizlarniki yangi darslarni o'zlashtirishinglar qanday qilsanglar yaxshi to'xtaydi. Okay. Albatta bu darslarimizni oldingi mazmunlarni ko'p takrorlab o'tamiz. Shuna bo'lsa-mu, yana bir qatim takrorlab o'tganga qanday qilsanglar yetmaydi. Bo'lsa, jiq yodlanglar. Adatan shu bir qism kitobni yodlaganlik 10 qism kitob o'rgangandan yaxshiroq-ku. Bu yodlashning ahamiyati intayin zo'r. Sizlar uchun davomli yodlab bo'lsanglar, shuningki, sizlarning ingliz tilini o'rganishingizda intayin zo'r futuqlar, intayin zo'r muvaffaqiyatlarga erishasizlar. Şu an ko'p yodlanglar. Chunki til emasmi bu? Biz matematika kerakligini yezib, nim qilgan emas. Yezish albatta muhim, lekin ham nima shara yodlaganingizda hech bo'lmagan og'zingni harakatlarini. Demak, shu practice degan shu-ku. English practice makes perfect deymiz emasmi? Okay. Aniqda bugungi darsimizning birinchi so'zi nima edi? Sanlar color. Okay. Qaranglar bolalar, nima bu? Ashkin tavshin taymimcha sağlaşmışlar. Color da bu qo'ydi. Color emas nima? Color. Okay, color. Birinchisi ashkin tavshin nima? Qisqa, ham tez o'qiladi. Shu buni color. Okay, color. Okay, nima yarigi color deganimiz nima edi? Sanlar rang degan gap, rang. Okay, rang. Rang deymiz. Color deymiz. Masalan, oq rang, white, ko'k rang, blue, okay, next one is green. Okay, green. Alright, green deganimiz yeşil rang. Shunami? Okay, ma tavsiz nima? Og'zingiz qilgan deganda oldi, qishimiz ustiga ko'tarib. Alright, green. Yaxshi. Green. Xo'sh, endi green deganimiz nima? Sanlar yeşil rang. Yeşil rang. Yeşil rang deganimiz green deymiz. Masalan, that car is green. And all mashina qanday desanlar yeşil rangli. Yeşil rangli bo'lsa green. Okay. Okay, next one is come. Hey, come. Okay, come. All right, come deganimiz ham keling degan gap. Buni ham o'xshashlarni ashkin tavsish nima? Qisqa. Degan tavsish va come. Okay, hey, come. Shunami? Come here, please. And the biya kelsangiz, shunami? Here degan biya, please degan hamda takalluf so'zi. Come here, please. Demak, hamda biya kelsangiz. Bizning to'liq o'tirib bir savolashyapti. O'sha kelsangiz deganda come here, please. Biyaga bir keling, shunami? Biyaga bir keling, qo'llarini ajoyibcha bunda chaqchaq qiladi hamda. Okay, isim kelib qoldi-ku, tuyuqsiz. Okay, nima? Come here, please. Ma jiqsa odashmasan here ni talab qilganda here deb oldi ekan-ku. Iya degan tavsizni o'rganganman, bu yerda. Iya. Endi nima? Come here, please. Okay, come here, please. Next one is upstairs. Okay, upstairs. Sağolashma up deganimiz nima? San ustiga degan gap, up. Okay, down bo'lsa nima? Ostiga. Okay, up, down. Shunami? Okay, and upstairs. Okay, upstairs. Aber S resimni keyin qolib qopti. Upstairs. Stairs deganimiz peshtoqlar.
Deməkçi, üstünkü pəştaqlarının üstüdə, deməkçi, üstün qəvət deməkçi, upstairs. Əgər siz ikinci qəvət duruyatqan bolsunuz, üstün qəvət üçüncü qəvət buludu. Əgər birinci qəvət duruyatqan bolsunuz, üstün qəvət ikinci qəvət buludu. Şunağı üstürük qəvətini deməyimiz, upstairs. Alim, upstairs, okay? And upstairs, yəni üstün qəvət çıxaylı, ya ki, üstüki çıxın, degan gəp oldu, upstairs, upstairs. Okay, and the upstairs ne oldu? Bana üstün qəvət. Hey, come upstairs. Üstün qəvət çıxaylı. Okay, next one is smart. Okay, qaralamalı smart. Okay, smart deganimiz nima? Smart deganimiz ham da rətllik, çiraylıq degan gap. Onun ise belki sizler akıllık diye ma'nosini anlagan bo'lsa mumkin, to'g'ri? Smartphone, aqliy fonmi smartphone deymiz. Shuni olsa smart nima xil ma'nosi bo'ladi? Nima dersam, kiyim-kechaklik nima dersam, nayt rətlik, chirayliq, ko'rkam degan ma'nosi bor. Smart. Masalan, a smart dress. Anda ayol kiyib olgan Angelina Julia kiyib olgan bu dress qanday ekan, nayt chirayliq ekan, nayt ko'rkam ekan. Shuni nima deymiz? A smart dress. Shuni nima desam? Dress bo'ladi. Okay? Dress bo'ladi. Okay? Smart. Okay, next one is hat. Okay, hat. Xo'sh, endi bu yerga hat degan nima degan gap so'rashsa, hat deganimiz masalan rasmda ko'rib turibsizlar, posma, shlapa, bosh kiyimlarning ko'pinchisi hat bo'ladi. Masalan, do'ppa nima deydi? Masalan, Uyghur hat. Arada do'ppa deydi hamda o'lchamda qatilsa. Chet tillikda ba'zilari Uyghur hat. Uyghur hat deydigan gap. Hat deganimiz shlapa, posma, do'ppa, shunami? Hat. Okay, masalan, her hat is smart. Okay, hamsa onun shlaps bo'lsa, qanday? Chirayliq. Okay, her hat is nima? Smart. Okay, next one is same. Okay, same. Xo'sh, endi same deganimiz nima? O'xshash. O'xshash rasm qaranglar, ayollar birisi-birisiga qarshi ketibdi. Chunki bularning nimasi o'xshash ekan? Dress. Okay, dress o'xshash ekan, ko'ylakka qanday ekan, sana o'xshash ekan, tushunami? Masalan, the same color, o'xshash rang. Okay, the same dress, o'xshash ko'ylak, tushunami? Same color and same dress. Same color and same dress. All right, next one is lovely. Okay, lovely. Okay, and the love degan muhabbat, tushunami? Lovely degan odamning shu muhabbatini qo'zg'aydigan. Demak, odamni suyundiradigan, omoq, go'zal degan bo'lsa lovely. Love, mana bunaqa lovely. Okay, lovely degan omoq, go'zal degan gap. Masalan, a lovely hat. Nayt bir omoq shlapa. Posma, tushunami? A lovely hat. Okay, yoki nima? A lovely dress. Nayt bir omoq go'zal ko'ylak bo'lsa, a lovely dress. Anda ayolning kiyib olgan nimasi nima desam, yaxshi dress. Okay, dress. A lovely hat. A lovely dress. Yana bir yarishimliq, chirayliq deganingda aytib, smart. Okay. Tushunami? Mana smart. Okay, mana nima? Smart. Okay, hat, same, lovely. Okay, lovely. Xo'sh, sen shu darsimizdan tekst kelayli. Tekstninki shu karton filmini, qisqagina karton filmini hamsa diqqat qilib bir ko'rib o'tsanglar, undan keyin tekstni tafsiliy bir tushunib o'tsak. All right. What colors your new dress? It's green. Come upstairs and see it. Thank you. Look, here it is. That's a nice dress. It's very smart. My hat's new too. What color is it? It's the same color. It's green too. That is a lovely hat. Okay, guys, so finished. All right, let's look at the text. Okay, and the birinchi jumla nimada? What color is your new dress? Okay, what color? And the what color is it? And what color is that? That we're going to get. Now, so understand the nimi rangda. Okay, and then what color is your new dress? And this is yeni
ko'ynikingizningki rangi nima? Agar sizning yangi ko'ynikingizningki, ma'o erlarningki shirt bor, uning ko'ynikingiz rangi nima degan deymiz bolalar? What color is your new shirt? Shunaqa, what color is your new shirt? And what color is your new dress? And sizning yangi ko'ynikingizning rangi nima? Desa, it's green. It's green. O qaysi ranglik? Yeşil ranglik. Ma ekrandan turibdi, it's green. Agar endi ko'k rang bo'lsa, bunday hisoblanishlar, it's blue. All right? Okay, it's blue. Okay, and sariq rang. It's yellow. Okay, and look at next one, like, come upstairs and see it. All right. And sağlaşlar mesela come degan keling degan gap. Nama upstairs gapdan qara. And come upstairs deganimiz ustiga chiqayli yoki ustiga chiqing degan gap shunama. And hamda va bilan see it. Okay, see it nima desang ko'ramiz. Endi bu sharaka and degan hamda va bilan degan ma'no bildiram desanglar, yo'q. Adətən bu ingilis tilida jumla qanday desanglar, bunda bir jumla bor. Buyruq jumla deydi. Buyruq jumla. Adətən məsələn birisininki məsələn buyruq qilishni, taklif fikrini, onkin o'tinishlarni ifodalaydigan jumla shakllari məsələn bu. Məsələn come upstairs, ustiga chiqing. Adətda jumla deganimiz məsələn ega xabar to'ldirish deymiz-ku. Endi ma'ninki ajab bo'l, "Uy, ajab buni egisi yo'q ekan-ku." yoki egisi nima desa kom deb numus qilmaydi, eshitganmaydi-ku. Endi bunday emas. Endi bu yerga buyruq egisi nima desang, you. Demakchi you come upstairs. Demak, you qanday kelgan desanglar, yushirin kelgan mayli. Biz uyg'urchada deymiz, ustiga chiqing. Siz ustiga chiqing deb demaymiz odatda. You qanday keladi desanglar, yushirin keladi. Demakchi, come upstairs bir jumla, see it yana bir jumla, you see it. Ana bu ikki buyruq jumla birga kelganda, hamda buni qanday desanglar, bir jumlada vallahi ikki fe'lni to'qqin ham qanday qilishga bo'lmaydi, bir yak ekab qo'yishga bo'lmaydi. Okay, ekab qo'yishga bo'lmaydi. Endi bu ikki jumla bunda olgan qanday desanglar, ikkisi biriktirish uchun o'tiriq ni qatib qanday qilgan gap desanglar, bu buyruq jumlalari birsi-birsiga bog'laydigan gap, birsi-birsiga ulaydigan gap. Shunga mishari ning nima desanglar, bu ikki buyruq jumlalarni qanday qilgan? Bog'lash roli bor. Bog'lash roli bor. Odatdagi jumlada ikki talpiyil bir jumla ruqas qanday qildik? To, aniqsizlik. Odatda boding shu deymiz-ku. Aniqsizlik holat qilamiz. Masalan, okay, masalan, I come to see you. Okay, men seni ko'rgani keldim. Ko'rgili demakchi, to degan maqsadni ifodalaydi emasmi? Men seni ko'rish uchun bu yerga keldim degandek, ha? Endi bu yerga ma'no nima desanglar, ikki buyruq jumla. O yerga ma'no jihati qanday desanglar, o'xshamaydi. Shunga endi bu yerga to ni qatib qo'ysak, bo'lmaydi. Demakchi, ustiga chiqing, abi ko'rib beqing degan gapda. Bu ikki jumladan endi ikki jumlani birga qatib etsak, demakchi qo'shma jumla qo'yam da bu yerda. Shunga endi come upstairs and see it deymiz. Demak endi shunga o'xshash jumla. Buningki tafsiliyatini texmo tafsil tushunmoqchi bo'lsanglar, bizniki shu grammar in use, ma keyindagi qismga diqqat qilsanglar. Okay.